xush kelibsizlar deb qolamiz. Demak, boshladik. Nima sizga motiv bo'lyapti har kuni ertalab uyg'onishingiz uchun? Gazini berib qo'yadi. Agar bugun umringiz oxirgi kuni bo'lganda necha soat uxlagan bo'lardingiz? O'shani kecha aytish esimdan chiqib ketib qoldi. Zo'r tempda yakunladik. Hammaga rahmat. Haqimizga duo qiling, vaqtimizga baraka. Hozirda kutilgan mehmonimiz bizni rahbarimiz ishtirokida kelib kelishyapti. Absanat aka, Taqolaymi? Men o'zim taqib qo'yaman. Bering. Yonmachasiga. Bir. Absanat aka taqib ketsin. Shu boya tushdi dopsin, ko'rmasin. Mana o'zi qolib ketmasin. avvalambor barchalaringga biz shu Marg'ilonda joylashgan muhtasham raqamli texnologiyalar markaziga xush kelibsizlar deb qolamiz. Muhammad aka, siz ham yana bir bor xush kelibsiz aka. Qadamlaringizga hasanot. Ikki og'zim shu markaz haqida, shu markaz tashkil topganiga roppa-rosa 1 yil bo'ldi. O'tgan yili xuddi shu paytda muhtaram prezidentimizni 5-6 iyun sanasida Farg'ona viloyatlariga tashriflari doirasida shu markaz ochib foydalanishga topshirildi. Bu markazni shunchalikka yetishida juda ham ko'p insonlarda mehnati bor va hozirgi kunda shunchalik faoliyat yuritishda 3000 dan ortiq yoshlarni IT ga o'qitish, 15 ga yaqin IT yo'nalishda o'quv kurslari, bularning ichida robototexnika, kibersport, Python, bundan tashqari dizaynerlik, SMM yo'nalishlari, front-end, back-end yo'nalishlarida butun viloyatimizga shu markazda bilim va ta'lim berib kelinmoqda. Hozirgida umuman maktabdan tortib eng yosh o'quvchimiz bizda 4-sinf bola dasturlashni tamomlagan. C++ kursini 4-sinf bolamiz tamomlab, shu yerda dastur ishlab, bundan tashqari SMM yo'nalishlarida 7-8-sinf yoshlar shu zamonaviy kasblarni mukammal egallab, daromad qilishga erishib kelishdi. Shuning uchun barchalaringga ushbu zamonaviy kasblar markazi bo'lgan raqamli texnologiyalar markaziga xush kelibsizlar deb qolamiz. Barchalaring bilan faoliyat davomida keyinchalik yana ko'rishamiz. Bu faqat bunaqangi tadbirlar boshlanishi bo'lib qoladi. Xulosa o'rnida so'zda bugungi tadbirimiz asosiy qahramoni Biznes kvadrat loyihasi hamda Patronlar ligasi loyihasi asoschilaridan biri Muhammad aka Ishonqulovga beramiz. Marhamat ustoz. Xo'p, bir. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Yuksak saviyada kutib olganlaringiz uchun rahmat. Alloh ajrlaringizni ziyoda qilib bersin. Odam shoshib qoldi. Shuncha odam kutib turganini ko'rib. O'zi Marg'ilon rejada yo'q edi. Alohida rahmat aytish kerak Bahrom akaga, keyin deputatimiz Doniyor aka G'aniyevga o'zlari telefon qilib, Namanganga boryapsiz ekan, Marg'ilonga bormasangiz bo'lmaydi deb bir narsa qilib qo'yamiz dedi. Keyin qo'rqqanimizdan keldik bu yoqqa. Biz bir narsa qilib qo'yishmasin deb. Xo'p, Samarqanddagi marafonda bir gap aytgandik. Juda ham ko'pchilik kelgandi. Mana hozir ham ko'zimiz ko'rmaganda o'sha gapni takrorlab kelyapti. Endi yaxshi eshityaptimi? Mayli. Narigi mikrofon. Bu yaxshiroq bundan. Mana. Rasmagich. Assalomu alaykum. Endi yaxshimi? Ha, bo'ldi. Xullas boshidan boshlaydigan hammasi. Xo'p. Bir narsaga juda ham xursand bo'laman. Shuncha odam
bir shuncha odam konsertga yoki biror bir shouga yo dorozlarni bir sahna ko'rinishiga kelmaganiga, ilm istab kelganiga, bir diydor istab kelganiga Alloh har biringizni ustingizdan fayzi barakasini yog'dirib tursin. Men ikki og'iz ilm haqida gapirmoqchiman. Sababi oxirgi oylarda xalqimizning saviyasi yaxshigina oshib ketdi-da. Bunga xizmat qilayotganlarni Alloh o'zi siylasin va bunga homiylik qilayotganlar, bunga rag'bat ko'rsatayotganlarni Alloh siylasin. Ilm shunday bir buyuk narsaki, agar mayli shu yerda baqirib gapirsa bo'lmaydi. Mayli. Bir. Mayli. Agar bir kishi ilm istab uyidan ko'chaga chiqar ekan, o'sha birinchi qadamini bosib o'sha joyga yetib borguncha har bir qadamiga Alloh taolo bittadan gunohini kechirib, bittadan savob yozdiradi dedi. Farishtalar u odamni ko'rib qolsa, qanotlarini oyog'ini tagiga qo'yib turar ekan deyshadi. Shu ilm istab yurgan inson muborak oyoqlarini bosib, qanotimni tabarruk qilsin deb. Qayerda agar ilm majlisi bo'lsa, o'sha o'tirib eshitgan odam ham, gapirayotgan odam ham shu majlis tugab o'rnidan turar ekan, ikkalasini ham ota-onasini Alloh taolo gunohlarini kechirib, onadan yangi qayta tug'ilganday qilib nol qilib qo'yadi deyshadi. Ilm shunday bir buyuk narsaki, ilm istab turgan odam hayol surib, duo qilish esidan chiqib ketib, bir qabristonni oldidan o'tib ketsa ham, Alloh taolo shu yerda meni ilm istab turgan bandam o'tdi deb, shuni hurmatidan 40 kun o'sha qabristondan azob ko'tarib qo'yar ekan dedi. O'sha mayitlar qani yana o'tsa shu inson deyshadi. Eng avvalo shu maqom hammamizga muborak bo'lsin. Ilmni ustida, diydorni ustida, bir yaxshilikni ustida jam qilgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisalomga durud salovatlar bo'lsin bizlarni va ota-onalarimiz nomidan. Demak, boshladik biz. Xo'p, yerda jannat bormi desa, bor deyishganda, o'sha yerdagi jannat bu ilm majlisi deydi. Bu yerga hech kim majburan kelgani yo'q, hamma qalban o'zi istab kelgan. Bu yerga kelishda qancha mashaqqat bor, qancha kutish bor, tik turib eshitganlar bor. Nafsga mashaqqat bo'ladi, lekin hech qanday manfaat bo'lmaydi, masalan, rohat bo'lmaydi. Lekin nima rohatlanadi desa, qalb rohatlanadi deydi. Yerdagi ilm majlisi agar jannatni yo'qligini bilmoqchi bo'lsang, qalbga nazar solish kerak, ya'ni u joydan ketging kelmaydi deydi. Agar 1 soat o'tar, ehtimol 2 soat o'tar, hech kim orqadan pomidormi yo oyoq kiyim otib yormasa, demak, mana shu hozir ilm majlisi inshaalloh jannatiy ilm majlislaridan bittasi bo'lgan degan gumondamiz. Bugun biz bir ajoyib mavzuda nutq qilmoqchimiz. Ko'pincha kimdir kelsa, auditoriya speaker bilan qiziqadi, kim ekan deb. Men o'zi odatda qayerga borsam, deyarli o'zim haqimda gapirmayman. Majbur bo'lmasam, loyihalarim haqida gapirmayman. Men odatda auditoriya haqida gaplashaman. Ya'ni bugun dunyodagi eng qiziq odam, eng ajoyib odam, eng buyuk inson, ya'ni siz haqingizda gaplashamiz. Siz kimsiz? Orqadagilarga ovozimiz yaxshi eshityaptimi? Rozi bo'lasizlar, eshityapti ekan, yo'q deyapsizlarmi? Xo'p. Ustozlar qo'ldan kelguncha sharoit qilishdi. Endi boricha foydalanamiz. Agar sokin bo'lib tursak, eshitamiz inshaalloh. Qalbni eshitsam, inshaalloh ko'p narsa olib ketamiz bugun. Siz haqingizda gaplashmoqchimiz bugun. Mana qarang. Bugun bosh masala haqida gaplashamiz. Bosh masala haqida. O'tgan safar gaplashdik, yo'q, unga keyin. Yo'q, shatmas. Mana shu stakan yaratilishidan maqsad buni ichini suv bilan to'ldirib, suv ichishda. Shu vazifani bajarar ekan, shu funksiyani bajarar ekan, stakanligini qiladi. Agar bu suv ichishga yaramasa
yo suv ichish u yoqda turib boshqa ish qiladigan bo'lsa, buni nomi stakan emas. Agar sinib qolsa yoki teshilib qolsa, bu axlat. Har bir narsani yaratilishidan maqsadi bo'ladi. Bugun siz haqingizda gaplashmoqchimiz. Siz nima uchun yaratilgansiz? Nimaga ayni biz bilan zamondosh bo'lib turibsiz? Nimaga aynan O'zbekistonda tug'ilgansiz? Va oxirgi savol, nimaga aynan erkak, nimaga aynan ayol bo'lib yaratildingiz? Shu savollarga avval hech o'ylab ko'rib javob berganlar bo'lsa, qo'lim ko'tarsin. Balandroq ko'tarsa ko'rinadi. Xo'p. 6%. 6% odam taxminan o'ylab ko'rgan ekan, qolgan 94% inson o'ylab ham ko'rmagan. Siz qaysidir futbol komanda, klub qachon tashkil topganini bilasiz. Qaysidir futbolchi nechinchi yil tug'ilganini, hozir даже nima o'qitayotganini bilishingiz mumkin. Lekin siz uchun eng qiziq bo'lgan, siz qiziqishingiz eng shart bo'lgan o'zingiz haqingizda o'ylab ko'rganmisiz? Bu bosh masala. Siz nima uchun bu joyga jo'natildingiz? Bu tasodif emas, shuncha odam bir paytda o'zida yig'ilishi, bu tasodif emas, shuncha odam ayni O'zbekistonda tug'ilishi. Sizni Xudoyim bir buyuk missiya bilan jo'natgan, bir buyuk ish bilan jo'natgan. Sizni bu dunyoda, ayni O'zbekistonda, ayni mana shu zamonda qiladigan ishingiz bor. Bosh masala nima desangiz, o'sha ishni topish. Eng avvalo shuni topib olishimiz kerak. Biz agar stakan bo'lib suv to'ldirilishi yo uni ichilishiga xizmat qilmayotgan bo'lsak, ya'ni o'zimiz nimaga yaratilgan bo'lsak, o'shani xizmat qilmayotgan bo'lsak, demak boyagi siniq stakan, ya'ni axlatdan farqimiz qolmay qolishi mumkin. Boya Namanganda shu misolda aytdik. Misol uchun tasavvur qiling, bir podshoh Xorazmga bir odamni yubordi. Bitta ish qilib kelgin deb. Xo'p, u odam bordida Ichanqal'aga kirib bir aylandi, tuxumbaraklardan yedi, baliqni zo'r pishirar ekan, baliqni yedi, u qildi, bu qildi, hammasini qildi. Podshohning aytganini qilgani yo'q, esida yo'q. Qaytib kelsa, podshoh qanday kutib oladi? Gazini berib qo'yadi. Agar o'sha inson borib podshohning aytgan ishini qilib, vaqti ortganda xo'p tuxumbarak yesin, xolasi baliq yesin, xolasi Ichanqal'ani aylansin, lekin qaytib kelganda shu ishini bajarganda podshohdan mukofot oladi-da. Shu Xorazm bizning dunyoyimiz bo'lsa, podshohi olam Alloh taolo sizni nimaga aynan bu yoqqa jo'natdi? Inson unutuvchida biz o'sha nimaga jo'natilganimizni unutib qo'yib, nimalarni ortidan quvlayapmiz. Shaxsiy o'ylab ko'rganmisiz? Hayotda maqsadlaringiz nima? Nima sizga motiv bo'lyapti har kuni ertalab uyg'onishingiz uchun? Kuniga qancha vaqtingizni, bo'lib eng qimmatli narsangizni uyquga sarflayapsiz? Odamlar bor, bitta shashlik yo bir boshqacharoq taomni yeyish uchun 3 soat yo'l yurib borib, shu yoqda bir 6 soat ovqatlanib, yana qaytib kelib, butun umrini yarmini sarflab yuboryapti ovqatlanishga. Yana so'rasa, "Yo'q, biz yashash uchun yeymiz, yeyish uchun yashamaymiz" deb qo'yadi. Sizga savolda, agar bugun umringiz oxirgi kuni bo'lganda necha soat uxlagan bo'lardingiz? Agar bugun umringiz oxirgi kuni bo'lganda necha soat vaqtingizni ovqatlanishga sarflagan bo'lardingiz? Umringiz oxiri bo'lganda qarzlaringizga qancha e'tiborli bo'lardingiz? Umringiz oxiri bo'lganda odamlarga yaxshilik qilarmidingiz? Umringiz oxiri bo'lganda ota-onangizga yaxshi ko'rishingizni aytarmidingiz? Nimaga qilmayapsiz? Xuddiki 100 yil yashash bilet qo'lingizda, aniq ertaga hayotda yashayapsiz. Biz zo'r latifa bor. Kayfiyatingizni bir ko'taraylik, keyin yozuvchingizni boshlaymiz. Bir shifokor bemorga qarab, "Sizga ikkita yomon xabarim bor" debdi. "O'g'il, gapiringchi" desa, "Shu bir kun umringiz qolgan ekan" debdi. Ikkinchisi nima desa, "O'shani kecha aytish esimdan chiqib ketib qoldi" dedi. Xo'p, Steve Jobs har kuni ertalab oynaga qarab, agar bugun umringning oxirgi kuni bo'lganda qanday yasharding deb o'zimga savol berardim deb aytadi-da. Aslida Steve Jobsdan ham siz haqliroqsiz.
siz haqliroqsiz, chunki qazoyi qadar degan narsani, taqdir degan narsani undan teranroq anglagan odamsiz. Lekin sizni bilishingiz boshqa, yashashingiz boshqa bo'lib qolmayaptimi? Bugun inshaalloh shu haqida gaplashamiz. Xo'p, yozadigan narsalari bor odamlar, bloknot, yoruchka olib kelganlar qo'lim ko'tarsin. Xo'p, olib kelmaganlar hech bo'lmasa telefonga yozib oling. Hozir butun umringizni majburiy tarzda reja qildiramiz. Endi qarangda, odatda Alloh iloyim yana nasib qilsin, shunday uchrashishni, biror bir yaxshi, foydali uchrashuvga borayotganingizda yozish uchun bloknot, ruchka olib. Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning bir buyuk gaplari bor. Eshitgan, egallagan ilmlaringizni eng yaxshilarini yozib oling. Yozgan ilmlaringizni eng yaxshilarini yodlab oling. Yodlagan ilmlaringizni eng yaxshilarini odamlarga ilining, bo'lishing deganda. Shuning uchun ko'pchilik bu yerda shunchaki kimnidir ko'rish uchun yo u bilan rasmga tushish uchun kelmasin, bir hayotingizni o'zgartiruvchi nuqta bo'lsin, bir bugun bir yaxshi bir esda qolarli kun bo'lsin deb kelgan bo'lsangiz, yozing bugun inshaalloh, boshqalarga ulashing. Men xotira bo'yicha bir 7 yillik ishlaganmiz, tajribamiz bor. Kimki yozmasa, shunchaki maza qilib eshitib ketgan bo'lsa, o'sha jami ilmlarning 10%ni ushlab qolgan, 90%ni unutgan. Kim yozib olgan bo'lsa-yu, ayniqsa boshqalarga o'rgatgan bo'lsa, 90%ni ushlab qolgan, 10% plus minus. O'shaning uchun agar bir yaxshi ilm hosil bo'lsa bugun sadaqa-i joriya bo'lsin bizga, boshqa bir yaqinlaringizga, qarindoshlaringizga ham ilining o'rgating. Yaxshi bo'ladi inshaalloh. Demak, boshladik. Xo'p, ko'rinsa kerak menimcha. Ehtimol hozir yozadigan narsamni qachondir YouTube'da yo biror videoda ko'rgandirsiz. Menga u qiziq emas, ko'rganmisiz yo'qmi? Lekin yozishingiz qiziq. Bugun natijali bo'lsin. Men istalgan mavzuda professional tarzda master class o'tishim mumkin. 100% siz eshitib, 100% men gapirishim mumkin. Lekin uni xohlamayman. Mikrofon almashib turadi va siz bugun ko'proq ishlaysiz. Sababi men ko'p hazillashib aytaman-da, yaqinlarimizga, do'stlarimizga. Sizning hayotingiz ikkiga bo'linadi. Muhammad Ali Shonqulov bilan uchrashgungacha va undan keyingi davrda hazillashaman. Inshaalloh bugun shunaqa kun bo'ladi, inshaalloh. Demak, diqqatingizni jam qiling. Agar Alloh taolo mana 100 yil umrni tasavvur qilib ko'ramiz. 100 yil umr bu nima degani? Metrni hamma tasavvur qilsin, 1 metr borku, mato o'lchaydigan taxta. Shuni shundoq ushlang, 1 metr turibdi uzun. O'rtacha 60-70% odam O'zbekistonda oxirgi 30 yilda yashamaydi. Statistika bo'yicha. Shu 100 sm bo'ladigan bo'lsa, oxiridagi 30 ni shunday qirqib tashlang. 70 qolyapti. Endi shu paytgacha necha yil yashagan bo'lsangiz, kimdir 20, kimdir 30, kimdir 40, bu yog'ini ham kesib tashlang. Shu qo'lingizda qolayotgan taxta, shu qo'lingizda qolayotgan ulush, bu sizning hayotingiz shu ham nasib qilsa agar. Hozir qanday jiddiy narsa haqida gaplashganimizni tushunyapsizmi? Biz nimalar ustida ko'p bosh qotiryapmiz, nimalarni o'ylab yuribmiz. Bugun inshaalloh naqadar o'sha narsalar mayda ekanligini, sizni qiladigan ishlaringiz qanchalik muhimligini va ko'pligini va shunga yarasha vaqtingiz ham ko'pligini isbotlaymiz. Boshladik. Orqadan pomidor otishyapti. Tayyor. Shuni sal daqiqa so'raydi. Bugun sening kuning. Tashlayapmi? Sening kuning bugun. Ya bo'ladi. Hamal kichkinalar.
Qadimda yaxshi ekan, tepada video bor ekan ko'rmaydiganlar uchun. Bir voqea bo'lgan, endi ovozim yaxshi eshityapti, xudo olsa. Yo boyagidan ham yomonmi? Bo'ldi, bir xil ekan. Mayli. Qizil fokus jamlaydi-da, mana shuni gaplashaveramiz. Xo'p, bir inson tush ko'ribdi, tushida bir boshqa inson juda ham bir baland darajaga erishgan va juda ko'p savob olganini eshitib qoldi. Va shuni qidirib yo'lga tushdi o'ngida. Borib topdi va so'rabdi. Seni nima qilgan noodatiy ishing bo'ldiki, Alloh senga buncha darajani ravo ko'rdi, Xudo senga buncha savob berdi desa, rosa qidirib topolmabdi. Axir o'ylab shoshmanglar. Bir kuni bir sahrodan o'tayotganimda juda ko'p qum zarrasini ko'rib niyat qilgandim. Ey Allohim, agar shuncha tillam bo'lganda yetim yesirlarga, beva bechora miskinlarga tarqatgan bo'lardim. Necha million odamni ishi yengil bo'lgan bo'lardi deb niyat qilib qo'ygandim desa, o'sha niyatiga shuncha savob berilibdi-da. Qarang, bir ajoyib biz zamonda yashaymizki, siz agar bir yomon ishni niyat qilsangiz, lekin qilmasangiz gunoh yozilmaydi. Lekin bir yaxshi ishni niyat qilsangiz, qila olmay qolgan holatingizda ham savob yoziladi, qildi degan. Hozir sizga bir ish aytaman. Tasavvur qiling, Alloh taolo sizga 100 yil umr berdi, 100 yil. Mana shu 100 yil ichida nima bir 5 ta ish qilmoqchisizki, hozir bunga endi kelamiz. 5 ta ish qilmoqchisizki, o'sha 5 ta ish bilan ertaga u dunyoga borganingizda Alloh sizdan rozi bo'ladi. O'sha 5 ta hayotingiz davomida qiladigan eng buyuk ishni olib borganingizda Payg'ambarimiz alayhissalom turinglar, ummatimdan falonchi kelyapti, kutib olamiz deb sizni kutib olishiga arziydigan, pichoqqa ilinadigan 5 ta ish haqida gaplashyapsiz. Shunday borar ekansiz, bag'irlariga bosib, quchoqlab, ko'zingizga qarab, men bilardim sen shu ishni qilishingni, men senga ishonardim, ey falonchim deb aytishiga arziydigan 5 ta ish. Agar umringizgacha, hozir shu siz bilan biz suhbatlashib turgungacha bir o'tmishingizga qarang, shunaqa ish bo'lsa, men sizni borib oyog'ingizda o'paman. Agar unaqa ish, hali pichoqlanadigan ish bo'lmasa, bizni bosh masalamiz hech bo'lmasa bu yog'iga shu ishlarni amalga oshirish. Boshqacharoq qilib aytaman, siz dunyoga nima bermoqchisiz? Tasavvur qiling, yer sharidan shundoq ajrab chiqdingiz, yer oldingizda, ko'z oldingizda aylanyapti. Ey Xudo sizga bitta imkoniyat berdi. Ey bandam, sen 5 ta xohlagan niyatingni yo tilagingni ayt, yer yuzi o'shanga qarab o'zgaradi dedi. Sizga shunday imkoniyat berildi, shunchaki istaysiz xolos, o'shani orqasidan butun dunyoda o'zgarish bo'ladi. Shu 5 ta ish nima? Hozir yozasiz. Boshlang. 3 daqiqa vaqt. Bizni kuzatib turganlar bo'lsa, ular ham yozsin. Siz dunyoga nima berasiz? Sizdan keyin 5 ta nima qoladi? Bo'lganlar qo'l ko'tarsin. Kutamiz. Ko'pchilik yozmayapti, o'zicha xayolida o'ylayapti. Men sizga javob beraman, xayolingizda o'ylagan fikrda quvvati bo'lmaydi. Nimaiki yozilsa, keyin quvvati bo'ladi. Yozing. Bo'lganlar qo'lini ko'tarsin. Bo'ldi, boshlaymiz. Sanlarni to'g'rilaylik, iloji bo'lsa agar. Nimani his qildingiz? Mashli 3 ta odam eshitamiz. Mashli kalonkan yo'ldan. O'sha birinchi qo'l ko'targan, ikkinchi qo'l ko'targan, uchinchi qo'l ko'targan. Yo'q, bo'ldi. Baqa nima? Nima bo'ldi? Umringiz tugaganmi?
Xo'p, siz 21 yil vaqtingiz bekor o'tib ketgan. Siz Shundan keyin to'g'ri yozaman. miya tormuz bo'ldi. Miya to'g'ri. Yaxshi. Nechta yozaman? Necha kirgansiz? Xafa bo'lmang, bizda ham bo'lgan bunaqa voqea. O 20 yil, 30 yildan beri o'ylamagan masalangiz ustida o'ylasangiz, 5 minutda javobi chiqib qolmaydi-da. U uyga borib, hali bir kun ketadi, kimgadir bir hafta ketadi. Miya tormuz bo'lib qolishi tabiiy, lekin tormuz bo'lsa ham majburlang. Keyingisi davom etamiz, qarang. Uchta fikr eshitamiz. Mana Alloh taolo agar sizga 100 yil umr bersa, nariyog'ini yo'lni ochib turishsa, masalan, mo eshikni ochib qo'yinglar. Har bir 10 yil uchun shunday bir 5 ta buyuk ish yozingki, 5 tadan. O'sha 10 yil o'tar ekan, orqaga qarab, shu 10 yildan roziman, juda ham mukammal yashadim. Mana shu 5 ta pichoq qilinadigan ishni amalga oshirdim deb yozing. Burchaga qo'yib turib. Nima uchun buni aytyapman? Ming afsus bo'lsinki, 70-60 yoshdan keyin aksari bobolarimiz, buvilarimizning umri to'shakda o'tadi. E'tibor qilganmisizlar? Ko'pchilik xizmatini qilganman ham. Men qiziqardimda nimaga deb savol berishim, Koreyada, Yaponiyada, mana Samarqand, Buxoroda yursangiz, shundaygina tinkillab yuradi, boboylar, momaychalar keladi, yoshini so'rasangiz 80-90, boshqa davlatda yuribdi-da ular. Nimaga bular tik oyoqda yuribdi, biznikilar to'shakda deb qidirsam, ular hayotini pensiyadan keyin, nafaqadan keyinga reja qilar ekanda. U davlatga boraman, bu davlatga boraman. Bizda ming afsuslar bo'lsinki, shu 60 bilan 70 ta orasida haj bor, undan u yoq tuman bo'yi yotibdi. Qiladigan ish yo'q. Ong osti bo'yicha ozgina bo'lsa ham o'rgangan yigit sifatida aytaman. Ong osti agar tanaga buyruq bermaskan, tana o'shanga mos energiya ishlab chiqmaydi. Ko'p misol keltiramiz. Tasavvur qiling, ertaga soat 5 ga aeroportga sizni ota-onangiz keladi hajdan. Siz necha turasiz? 3 ta yo 4 ta turasiz, to'g'rimi? Kimdir uxlamaydi. Men budillik qo'yish jarayoningiz qiziqda. Qarang, 10 ta kam 3 ga qo'yasiz, 1 ta kam 3 ga qo'yasiz, 3, 3,5 ga ham nafsakni qo'yib qo'yasiz. Lekin eng birinchi qo'ygan budilligingizdan 1 minut oldin turasiz. Kimda shunaqa voqea bo'lgan bo'lsa, qo'lim ko'tarsin, budillikdan 1 daqiqa oldin. Buncha tasodif bo'lishi mumkin emas hayotda. Bu qonuniyat, ya'ni bu Alloh taoloning mo'jizasi. Ong osti uxlamaydi. Ong osti umumiy bitta bazaga bog'langan. Bu ilohiy narsa. Vaqt o'tadi, siz aqlan siz soat nechi bo'ldi deysiz. Lekin qalbingiz soat nechi bo'lganini doimiy ravishda his qilib turadi. Intuitsiyani ocha olsangiz, soat nechi bo'lyapti, kim qayerda yuribdi, hammasini his qila olasiz. Vaqt, zamon, makon degan narsani siri ochiladi sizda. Endi menga hozir u haqida gaplashmaymiz. Savol, qarang, ong osti uxlamaydi. Siz uxlarkansiz, ertalabgacha sizga buyruq berib chiqadi. Sen ertalab 3 ta turishing kerak, 5 ta aeroportda bo'lishing kerak. Turishing kerak, aeroportda bo'lishing kerak deb. 3 bo'lar ekan, shuni turg'izib yuboradi. Endi hayotimizning bir kunini butun umrga qiyos qilsak, mana u oxirgi 30 yil, 40 yilga qiladigan ishingiz bo'lsa, tikka turasiz. Agar qiladigan ishingiz bo'lmasa, shu tashlab yuboradi. Sababi odatda yakshanba kuni yo dam olish kunlari boshqa kunlarga nisbatan ko'proq uxlaysizlar, to'g'rimi? Nimaga kechroq uyg'onasiz? Sababi mana bomdodda uxlab yuborasiz. Nimaga uxlaysiz? Sababi qiladigan ish yo'qligidan. Tushunasiz? Sabab yo'qligidan tana o'z slabiyroq bo'lib turadi haligi dam olish kunlari. Qolgan kunlar aktivroq bo'lib turadi. Oddiy ro'zani olaylik. Ramazon kunlari kam ovqat yeysiz, kam uxlaysiz, lekin tetik yurasiz. Nimaga? Ramazon kirishidan oldin miya ong ostida avtomat o'ziga buyruq berib qo'yadi. 1 oyga tayyorlanish kerak dedi. 1 oy yeb-ichuv yo'q, 1 oy kam uxlaysan, saharlikka turish kerak. Shunaqa qilib tayyorlaydi, 1 oyga tana tayyor bo'ladi. Hozir biz sizni tanangizni, ruhiyatingizni va hayotingizni 100 yilga tayyorlash haqida gaplashyapmiz. Sizga hozir vazifa
5 ta so'ramayman, vaqt ko'p ketadi. 2 donadan bir ish yozasiz, har bir 10 yillik uchun. Masalan, agar yoshingiz 10 bilan 20 ni orasida bo'lsa, uyga borib 5 ta qilib qo'yasiz, lekin hozir majburiy 2 tadan shunday bir yaxshi pichoq qilinadigan ish yozingki, 40 bilan 50 ta orasida nima ish qilmoqchisiz? Masalan, kimdir 10 bilan 20 yo'q. 10 bilan 20 ni orasida o'qishga kirish mumkindir. Qur'oni Karim yodlash mumkin. 2 ta pichoq qilinadigan ish. 20 bilan 30 orasida xo'p, nimadir qilish mumkin. Uy, mashina degan mayda narsani yozmang. Siz shunday narsani yozingki, eng avvalo jamiyatga va o'zingizga foydali bo'lsin. Biznes kvadratda majburan yozdirganimizda bitta bola 10 yilga mashina olish deb yozibdi. 10 yilda. Hali egasi gapirsin, Absamatiga qani? Ketib qoldim. Ya, hozir keladi. Absamatiga chaqirib yuboring. Shep telefon qilibdi. Mayli. Hozir u narsaga qaytamiz. Qarang, bu yerda maqsadni qo'yayotganda inson o'zini ego deydi, o'zini nafsini o'ylamasdan yozish kerak. Shuni pichoq qilinadigan ish bo'lsin, insoniyatga har 10 yillikda sizdan nima qolyapti, nima berasiz? Masalan, mana shu joyda bitta xususiy maktab ochib, ehtimol bir 100 mingta odamni o'qitaman deb yozarsiz. Bu haligi mashina olish bilan solishtirsa ancha zalvori baland narsa-da. Tushunyapsizmi? Ehtimol mana shu 20 bilan 30 orasida bir 3 tacha yo 4 tacha masjid qurdirarsiz. Shuni orasida qancha maktab qurdirarsiz. Shuni orasida ehtimol bir ikkita katta loyiha boshlarsiz. O'sha haqida o'ylang. Hozir majburiy biz yozdiradiganimiz 2 tadan bo'ladi. Agar kimdir ertaroq bo'lib qolsa, davom ettirib 3 ta qilib qo'ysin yo 4 ta qilib qo'ysin. Lekin bugun kechqurun uyga borar ekansiz, har bir 10 yil uchun 5 tadan maqsad yozing. Xo'p, Absalat aka ko'p gaplashib qoldi, nomidan gapiraman. Biznes kvadratda keldingizmi, rais? O'sha 10 yilga mashina olmoqchi bo'lgan bola bir gapirib bermasangiz bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Yaqinroq balandroq gapirasiz ekan. Shu sizlar xursand bo'ldik. O'z ustoz bilan vaqtlar juda ham qiziq. Aytib beraman. Ertalab shu bomba o'qilashdi, keyin shu bilan 7da turib, faqat Namanganda yana ma'ruzalar, yana yo'qqa keldik. Baholasa Alloh shukr bersin. Aytmoqchi bo'lgan narsam biznes kvadratda ikkinchi loyihasida o'qidim, ikkinchi kursda. O'sha kursda juda ajoyib ishlar bo'ldi. Birinchidan o'zimizni shaxsiy o'sishimiz bo'ldi. O'zimizni daromadimizda ham o'sishlar kuzatildi. Qanchaligini aytmay qo'yaman, lekin aniq o'sishlar bo'lgan. Mana shu loyihamizda biz mana rejalar qildik. 50 yilga mo'ljallangan reja qildik. O'zi bir kunga ham reja qilmagan odam edik. Qandaydir 50 yilga reja qilsa bo'ladi. Ya'ni 2050-yilgacha reja bor. Zo'r narsa ekan. Mana shu loyihalar ichida biznes kvadratda 100 kishi o'qigan bo'lsa, ikkisida guruhlarga bo'lindi-da, 5 ta guruh bo'ldi, 20 tadan. Mana shuning ichida bizniki A guruhda rejalarni muhokama qilishimiz kerak edi, 20 kishi. Keldi, bitta yigitimiz o'zining rejalarini ko'rsatdi. Rejasining ichida shunaqa reja qilganki, mashina olishni 2031-yilgacha bo'lgan rejaga kiritgan. Ko'pchilikda bo'lishi ham mumkin, lekin men unga bu mashina bitta oddiy matohligini, orzu qiladigan narsa emasligini, shunchaki bir og'ir yengil qiladigan narsaligini tushuntirdik. Ancha endi birinchidan ancha gaplashdik. U o'zini rejasini men unga topshirib berdim. Bo'ldi, buni 10 yilga emas, shu yilga qo'yasan, sentyabrgacha mashina olasan degan reja qo'ydik. O'ziga tushundi, katta reja qilganini tushundida, ba'zan bilib qo'yinglar, biz juda ham katta deb o'ylagan 10 yillik rejalar aslida 1 yillik bo'lib chiqadi. 1 yilda tugab qoladi. Bir reja qilib ko'ringlar-da. Agar qilgan bo'lsanglar hozir ko'rasizlar, bo'lmasa sinovda endi bo'lsa ko'ramiz. U bola shunaqa qildi. Keyin menga
10 kundan keyin 10 kun 15 kun bo'lmadi, mana shu ichida menga yozdi. Abdusamad aka labda kiros olyapmiz deb yozib bordi. Ya'ni 10 yilga qilish mumkin bo'lgan narsani bir tezda qilsa bo'lar ekanda, uni imkoniyati, inson imkoniyati juda ham keng. Biz o'zimizda juda ham past baholaymiz. Yana bitta bola bor edi, u bola chiqdi, unga ham oddiy reja qilishni tushuntirdikda. Endi buning ichida duoni to'g'ri qilish, boshqa narsalar ancha gaplashilgan. Lekin u ham sirasi bitta mashina oldi dadamga dedi. Adashmasam Jetro oldi. Keyin undan keyin o'zimizga ham dedi, pulni mopiyatda oldi, qarasam dedi, o'zimga ham ko'p oldim dedi. Xullas, biz juda ham buyuk deb o'ylagan rejalar aslida arzimagan mato kichkina bir narsa bo'lib chiqadi. Orzu qilishga arziydigan narsa emas. Orzu qilishga buyuk, qo'lingizni uzatsangiz juda ham uzoqqa o'xshagan bir hayotda erishsangiz maza qiladigan narsalarni qo'yish kerak edi. Mashina, uy, joy bilan reja qilinadigan, hayotda erishiladigan buyuk narsalar emas, oddiy bir mato xolos bilan. Mana shuni agar hozir ham kimdir reja qilgan bo'lsa, mayli qilsin, lekin biz imkon qadar rejalarni buyukroq, kattaroq narsalarga qaratishimiz kerak ekan. Shuni qisqachagina aytib bermoqchi edim. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p. Qarang, biz odatda bir hadis sharif bor, o'shani ko'p aytamiz. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu degan. Kim o'zini nafsini tanisa, batahqiq Robbisini ham tanibdi degan. Ya'ni bu nima degani? Bizni erishishimiz mumkin bo'lgan eng yuqori daraja bu bandalik. Shu esingizda tursin. Kim agar bandaligini tan olsa, kim o'zini naqadar ojizligini tan olsa, o'zini orqaga olib, sahnaga Alloh taolaning qudrati chiqadi-da. Siz o'zingiz qo'lingizdagi material bilan, bir boylik bilan, kuch-quvvatingiz bilan erishishingiz mumkin bo'lgan maksimal narsa mashincha bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolaning qudrati oldinga chiqqandan keyin bo'ladigan ishlar uni oldida bir katta tog'day bo'lib qoladi. Juda ko'p odamlarda sinab ko'rdik, juda ko'plar tajriba ko'rdik. Abdusamad aka aytgandek, u 10 yillik ishlar bir oyga qolmay hal bo'lib ketar ekan. Agar siz o'zingizga haddan ziyod ishonib olmasangiz, o'sha ishonchni Allohga qilsangiz. Iroda qilsa ul hayyu tavano qilar bir lahzada bilmasin dono deydi So'follar bobomiz. Xudoga nima u? Siz miyangizga, tasavvuringizga sig'dira oladigan darajada eng katta narsani so'rang. Dunyodagi bor narsani so'ramaysizmi? Uni xazinasida mana shunday bitta tomchi suv olganda ham bo'lmaydi. Rosti. Biz so'rab charchaymiz, lekin Xudo berib charchamaydi. Bizning bitta fishkamiz bor. O'sha ishongan tog'imiz bor, suyanganimiz bor. Biz so'ramay qo'yganmiz, xolos. So'rasak ham ishonmayroq so'rayapmiz. Bitta savol beraman. Mana shu hozirgi holatingizni qachonlardir yoshligingizda orzu qilgan bo'lsangiz, o'qishga kirish bo'ladimi, uy, mashina bo'ladimi, ilm bo'ladimi yoki mana shunday davrlarda o'tirish bo'ladimi bilmayman. Qachonlardir orzu qilgan bo'lsangiz va erishgan bo'lsangiz, qo'lingizni ko'taring. Endi bitta formula bo'lyapti. Bundan buyog'iga niyat qilish kerak-da. Biz orzu qilishni to'xtatib qo'yganmiz. Biz duo qilishni, niyat qilishni yosh kattalar qo'rqoqroq bo'ladi-da. Yosh bolalar tavakkalchi bo'ladi, e'tibor bergan bo'lsangiz. Yurib ketaveradi, yiqiladimi, yumalab tushadimi, yana yurib ketaveradi-da. Biz kattalar hatto duo qilishda ham aql tarozimizga sof duo qilamiz-da. Cho'ta 21 o'xshamasa kerak, Xudoyim 22-yil mashina berdi duo qilasiz. O'zi Xudo sizga mashina berib turmoqchi bo'ladi, o'zingiz so'rasiz-da, duo qilib turadi. O'zing 22 ga so'rayapsan-mi deb. O'zingizga blok qo'ymang, miyangizga o'zingiz to'sib qo'ymang. Xudoning qudratiga ishoning. Duo qilsangiz, niyat qilsangiz, hech kim sizdan bir chek yo bo'lmasa pul talab qilmaydi. Bu eng tekin narsa. O'sha eng sizni kuchli tomoningiz. Va albatta erishishingizga ishonib duo qiling. Bunday narsada dunyoning eng buyuk odamlarini oling, hozir bo'lsin, zamondosh, avval o'tib ketgan bo'lsa, farq yo'q. O'shalardan ham buyukroq bo'lish sizning qo'lingizdan keladi.
Ularda ham 24 soat bo'lgan, sizda ham 24 soat. Ularda ham ikkita ko'zi, ikkita qo'li, ikkita oyog'i bor, sizda ham xuddi shunaqa. Nimada o'zgarish bor, nimada farq bor desa, fikrlashda, dunyoqarashda, dunyoni qaysi nuqtadan ko'rishda ekanda. Siz maqsad qilayotganda, siz niyat qilayotganda oliyroq qo'ying dunyodan, moldan, mansabdan, shuhratdan. Hozir aytib kelayotgandim, Hazrati Malik ibn Dinor rahmatullohi alayhi degan bir buyuk zot o'tgan, ko'pchilik biladi. O'sha kishi 14 yil bir masjidda xizmat qilganlar ekanda, yelib yugurib maqsadlari ko'ngillarida shu masjidga mutavalli bo'lay, shu yerga boshliq bo'lay deb 14 yil xizmat qilib, yelib yugurib, birov borsan demagan ekan, birov qiyo boqmagan ekanda. Axir oradan yillar o'tgandan keyin o'ziga o'zi bir o'tirib suhbatlashib, "Ey Malik, 14 yil ko'nglingda ta'ma bilan yelding, yugurding, g'ayrat qilding, mehnat qilding. Birov seni borsan demadi, birov qiyo boqmadi-ya. Qachon endi bir Alloh uchun 2 rakat namoz o'qiysan?" deb o'zini itob qiladi. Shundoq turib masjid ichiga kirib ketadilar. Kirib ketgan paytda masjidning sahnasida shu mahallani keksalari yig'ilib qoladi-da, bittasi gap boshlaydi. Shu masjidga bitta mutavalli tayinlasak nima deysizlar dedi. Shu egali bo'lib turadi desa, yaxshi gap aytdingiz, kimni tavsiya qilasizlar desa, ana Malik bor-ku dedi. Qo'li chaqqongina yigit, o'zimizniki, shuni tayinlaymiz desa, hamma bir ovozda rozi bo'libdi. Keyin qani o'zi qayerda desa, hozir kirib ketdi. Chiqishlarini kutib turishgan ekan. Chiqayotgan paytlari, "Ey Malik, senga zo'r xushxabarimiz bor" dedi. "Ha, nima ekan?" desa, "Biz hozir bu yerda hammamiz kelishib, seni masjidga mutavalli qilmoqchimiz. Qalay?" dedi. Keyin bir tabassum qilgan ekanlarda, "Allohim, men mana shu gapni eshitaman deb 14 yil yelib yugurdim, mehnat qildim. Birov borligimni bilgani yo'q. Qachonki xolis sen uchun 2 rakat namoz o'qigandim, dunyoni oyog'imda ostiga olib kelib qo'yishyapti bular. Meni qiynamanglar" deb shundoq chiqib ketgan ekanlar. Ya'ni siz agar hayotda biror bir mansabni yoki qanchadir summada pulni yoki mashhurlikni niyat qilib harakat qilar ekansiz, inshaalloh erishasiz, lekin undan boshqa narsaga erishmaysiz. Pulni istaganlar pulni topadi, puldan boshqani emas. Mansabni istaganlar mansab topadi, lekin ko'p narsani yo'qotishi mumkin. Siz uchalasidan ham oliyroq narsaga qo'ying maqsadingizni. Uchalasi ham oyog'ingiz ostiga keladi. Pahlavon Mahmudning bir she'rlari bor, ma'nosi xalq seni qo'l ustida ko'klariga ko'tarib yurishni istasang dedi. Xalqni oyog'ini ostidagi tuproq bo'lgin deydi-da. Shuning uchun niyatni xolis qilish uchun insoniyatga xizmat qilishni maqsad qilib qo'yish kerak ekan. Bu dunyoga nima bermoqchisiz? Siz ko'proq berish haqida o'ylang-da. Bu hayotda beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan yaxshiroqdir-da. Eng qizig'i beruvchi qo'l bo'lish osonroq oluvchi qo'l bo'lishdan. Olishda doim ta'ma bo'ladi, olishda hijolatchilik bo'ladi. Lekin beraman desangiz, biz buni tajriba qilib ko'rdik biznes kvadratda. 300 ga yaqin tadbirkorlarga uyga vazifa qilib berdik, bitta vazifani. Ibrat uchun aytaman, bugun sizlarga ham o'sha vazifa beriladi. Ularga aytdikki, ota-onangiz sizni tarbiya qilaman deb, sizga rizq topaman deb, sizni katta qilaman deb eng qimmatli narsalardan voz kechgan. Yoshligi, sog'lig'i, go'zalligi, boshqalar mazaq yurgan paytlari ter to'kib mehnat qilishgan, qancha orzulardan voz kechishgan. Endi sizlarga uyga vazifa, uyga boring. Otangizga, onangizga qo'llarini o'pib ko'rishib, ko'zingizga surib, quchoqlab, "Onajon, sizni yaxshi ko'raman, yaxshi ham siz borsiz, otajon sizni yaxshi ko'raman, yaxshi ham siz borsiz" deb ayting dedik. Va undan keyin "Ayajon, bizni tarbiya qilaman deb ko'p narsalardan quruq qolgansizlar. Ehtimol armon bo'lib qolgan. Bu hayotda nima orzularingiz bor?
ayting, men hozir yozib olaman, duo qilasiz, men o'shani amalga oshiraman deb uyga borib so'raysizlar deb vazifa berdik. Otalari, onalari bilan borib suhbatlashib, bir haftani ichida hayotingiz va biznesingizda o'sish bo'lsa, fiksatsiya qilib turasizlar, e'tibor qilib turasizlar. Men bir haftadan keyin so'rayman dedim. Va kelasi yakshanba kuni so'radik. Agar bitta insonning hayotida shu voqeadan keyin o'zgarish bo'lsa, bu tasodif bo'ladi-da. Agar ikkitadan ko'p insonning hayotida darrov bir haftaning ichida o'zgarish bo'lsa, bu qonuniyat bo'ladi. Qonuniyat bo'ladi. Biz savol berdik. Ota-onasini orzularini yozgandan keyin, yoniga summasi bilan hisoblagandan keyin, shu ishni qilaman deb bo'yniga olgandan keyin, ota-onasining duosini olgandan keyin hayoti va biznesida o'zgarish bo'lganlar qo'lini ko'tarsin degandik. 100 dan ziyod odam qo'lini ko'tardi. Qolganlarda hali effekt bo'lmagan, yo uyaldi, yo ba'zi birlar so'ramagan ekan hali uyalganidan. Mikrofonni berdik. Mikrofonni berib bir boshda eshitib boshladi. 20 dan ziyod odamni eshitdik. Biznesi gorizontaliga emas, vertikaliga uchgan, rosa ta'sirlandi. 300 ta odam shundoq muzladida, etiz jimirlab, yig'lab eshitdi ba'zilar. Men o'shalarning orasida menga eng yoqqan 3 ta case aytaman. Birinchisi, men dedi, chiqa sola uyga bordim. Ota-onamdan shu narsani so'ragan paytim yig'lab yuborishdi. 2 soat, 3 soat yig'lab suhbatlashdik. Keyin bo'ynimga oldim, qilaman dedim. Necha oylardan beri, necha yillardan beri bitta binoyim bor edi Sirdaryoda katta. 100 ming dollarga sota olmayotgandim dedi. 100 mingga klient chiqmayotgandi. Ota-onamdan so'raganimdan boshlab bir kun yo 2 kun o'tib shu binoning yarmini 100 ming dollarga olaman deb bitta mijoz keldi deyapti. Endi shunaqa 100 dan ziyod case bor edi, men bitta aytyapman. Ikkinchisi yosh yigit turdida, men biznesimda zo'r o'zgarish bo'ldi. Uni aytmoqchi emasman, lekin boshqa narsani aytmoqchiman. Onamdan so'radim, otamdan so'radim. Juda ta'sirlanib gaplashdik, suhbat qildik. Men chiqib ketdim. Chiqib ketganimdan keyin opamga bir gap aytibdi. Men u gapni eshitish uchun million dollarlar berishga tayyor edim. Umrimda oxirgacha mehnat qilishim kerak edi. Lekin bitta shu 2 soatlik suhbatni evaziga oldim. U gap nima edi? Opasini chaqirib aytibdiki, falonchi, men bugun mana shu o'g'limdan rozi bo'ldim. Men shuni tug'ganimga mingdan ming shukr qildim bugun deb aytgan ekan. Uchinchisi akamiz biznesmen emas edi. Hali davlat ishida ishlardi. Endi oylikka men qanaqa qilib qilaman ekan deb tavakkal borib so'radim dedi. Onamdan so'rasam umraga borishni orzu qilar ekan. Otamdan so'rasam mashina olishni orzu qilar ekan. Men bu oyligimga qanaqa umra bilan mashina qilib beraman ekan deb boshimda qashib shu xo'p niyat qildik endi deb duo bering deb duo oldim. Bu kunisiga ishga chiqsam, Akfada ishlaydigan ekan. Akfada aksiya boshlangan ekan o'sha kuni. Aksiya 80 ta umra bilan nechta ham Cobalt mashina qo'yishgan ekanda. Va biz 300 ta odam duo qildik. Sizga nasib qilsin deb. Chunki tasavvur qiling, mana bu yoqdan yer shardan tashqariga qarab turibsiz, bitta banda yo bir yigit ota-onasiga shuni qilaman deb turibdi, qurbi yetmayapti, lekin ota-onasi duo qilib turibdi. Bu yoqda qancha odam duo qilib turibdi. Men qancha joyda aytayapman, qancha odam ko'nglini o'tkazadi, ilohim olsin deydi. Nega shu odam olmay boshqa biri oladi? Men ishonaman o'sha odam olishiga. Agar olsa, nasib qilsa videoga olib joylaymiz ham kanalga. Lekin qarang, hayotda bunaqa signallar ko'p bo'ladi-da, biz o'tkazib yuboramiz. Sabab topib bermasak, Alloh taolo bermas ekan. Musa alayhissalom orqasidan necha yuz ming yahudiyni olib kelgan payti Bani Isroilda o'sha daryoni oldiga kelganda Alloh taolo nima dedi? Asoying bilan suvga urgin, tekkizgin dedi-da. Alloh taolo kelgancha ochib qo'ysa bo'lardi yo'lni.
tekkizishga masalan Xudo behojatda. Nima uchun aytyapti? Sababini qilib qo'ygin deyapti-da. Biz sababini qilmasdan, harakat qilmasdan yotib olib faqat so'rayapmiz yoki harakat qilyapmiz, so'ramayapmiz. Shu ikkalasi o'rtasida balans qilish kerak. Xudodan bir yaxshi niyat bilan, xolis niyat bilan bir boshlang harakatni Xudo shunday baraka beradi, eplolmay qolasiz, shoshib qolasiz. Rosti, bu ko'p tajribadan o'tgan narsani aytyapmiz. Endi nima demoqchiman? Hozir bunga o'tishdan avval agar bugun uyga borib, ota-onangizni qo'llarini ko'zingizga surib, yaxshi ko'rishingizni aytib, orzularini so'rab, yozib olib, summasini hisoblab, inshaalloh shuni amalga oshiraman men deb qasd qilganda qo'lini ko'tarsin. Ey katta rahmat. Mana shu insonlar uchun bitta qarsak. Sizdan bitta iltimos bo'ladi. Shu ishni qilganingizdan boshlab, bugun kechqurun bo'ladi, o'shandan boshlab ertami, hayotingizda nima o'zgarish bo'lsa, diqqat bilan yashang, qarab turing. Ko'p biznesmenlar pulga sotib bo'lmaydigan bitta narsaga erishdik deyishdi. Bu narsa nima edi? Bu qalban xotirjamlik edi. Ota-onamiz bilan yig'lashib, quchoqlashib, shu gapni eshitib, suhbatlashgandan keyin qalbimizda bir sakinat paydo bo'ldi, bir halovat paydo bo'ldi. Butun umr hali buni his qilmagandik deyishdi. Hatto namozda ham hisob-kitob, shu dunyoning orqasidan quvib yurib, yurak doim bezovta bo'lardi dedi. Sen nimalar ortidan quvib yuribsan deganday, doim bezovta bo'lar, o'sha tinchlandi deyapti-da. Bir lazzat his qildik, u holi ham ketgani yo'q deyapti. Oradan 1 oydan ziyod vaqt o'tdi. 1 oycha bo'lib qoldi. O'sha sizga inshaalloh ham hayotingizda, ham boyligingizda, ham ilmingizda o'zgarish bo'ladi. Lekin eng zo'ri qalbingiz halovat topadi. Sizga oldindan diagnoz qo'yapman, tayyor turing deydi shunga. Xo'p, ketdik. Endi sizga savol. Alloh agar sizga 100 yil umr bersa, boya men qulni voqeasini bekorga aytmadim, buyuk insonni. Mabodo kimdir 70 ga kirmay o'tadi, kimdir 60 ga kirmay, kimdir 50 ga yetmasdan o'tadi, kimdir 100 gacha yetar, farq yo'q. Agar erta o'tib ketib qolsangiz ham mana bu niyatingizga Alloh savob beradi degan yaxshi gumondamiz. O'shaning uchun hozir yozasiz. Har bir 10 yillik uchun ikkitadan bir yashashingiz uchun sabab topib bering. Sizni 10 yillikda insoniyatga sizdan qoladigan bir merosmi, bir buyuk ish topib bering. Ko'pchilik hayolida bir buyuk ishlarni qilaman, o'qib o'raman, o'qib o'raman deb yuradi. Lekin qog'ozga tushirsa, hamma ishini o'zi bir 10 yil yoki 20 yilda qilib qo'yadigan, bu yog'iga umr bor qiladigan ish yo'q bo'lib qoladi. Hozir sizda shu narsa bo'ladi. Miya tormoz bo'lib qolsa majburlang, ish toping, nimadir qiling, 100 gacha olib boring hozir. 3 daqiqa vaqt ketdi. Katagana. Bo'lganlar qo'lini ko'tarsin-da. Ozgina kutamiz ekan. Qarang, 60-70 ta tormoz bo'lib qolsangiz tabiiy narsa bu, siqilmanglar. Hozir hammasini 100% da 100% yozishingiz emas, shunga harakat qilishingiz muhim. Javob topish emas, savol berish. Bu javob topish yarmida o'zi. Hazrat Rumiyning bir gapi bor. Siz izlayotgan narsa sizni ham izlayapti degan. Inshaalloh biror maqsad qasd qildingizmi, tasavvur qildingizmi, bu narsa ham yo'qdan qarab yo'lga chiqadi sizga.
Bo'lganlar qo'lini ko'tarsin. Boyagidan kaga ketdim. Tugatganlar qo'lini ko'tarsin. Ham bir ko'raylikchi. Ozgina kutamiz ekan. Voy. Xo'p, boshladik. Qarang. Hamma bo'ldi, bo'lganlar qo'l bitta ko'tarsin, hamma bo'lganlar qo'l ko'tarsin. Bo'ladi. Nimani his qilyapsiz? 3 ta odam eshitamiz. Siz gapiring birinchi. Qarang. Mana shu narsa muhim edi. Aka aytayapti, shu ishlarni qisman qilganimni tasavvur qildim deyapti. Hazrati Usmon roziyallohu anhuning bir gaplari bor. Alloh nasib qilmaydigan narsalarni xayol qildirmas dedi. Xayolingizga sig'dira oldingizmi, inshaalloh o'shani qiladigan potensial bor degani sizda. Mehrin sopa praktikumda bitta zo'r narsani aytib berdi. Bir kuni uyga dedi 220 mingga tort olib kelsam, enam aytdi, "Voy, shunga dedi, nech qop un berar edi" deb aytdi. Finansiy gradusnik degan narsa bor-da. Keyin Germaniyada o'qiganman, o'rtacha necha ming dollarga ham. Shunga nechta mol berar edi deb o'ylardi dedi. Bir joyga borsam 6000 dollarga tort olib keldi dedi. Voy, yaxshi buni enam ko'rmadi deb aytdi dedi. Ya'ni qarang, menga 220 mingga tort oddiy narsa bo'lsa, ular uchun 6000 dollarlik tort oddiy narsa ekan deyapti. Men qachon 6000 dollarlik tortni miyamga sig'dira olsam, o'shanda 6000 ni o'ynab topadigan odamga aylanaman dedi. Hozir qizig'iga o'tamiz. Bitta joyga borsam dedi, spalni emas, matrasni o'zi 26000 dollar ekan. Matras 26000 dollar edi. Keyin aytayapti-da, qachon 26000 dollarlik matrasni xayolingizga keltira olasiz, tasavvurga sig'dira olasiz, keyin 26000 dollarga matras olish qurbingizga yetadigan bo'lib qoladi deyapti-da. Endi hamma narsani ham chegarasi bor. Isrof, dabdaba degan narsalar o'zi islomda qoralangan. Bu bilan 26000 dollarga matras olish hayotda maqsad qiling demayman, lekin bu yerda bitta yaxshi hintni aytdi. Tasavvur qila olsangiz, o'shanda shu narsani ola olasiz dedi-da. Men hozir shu gapni aytmoqchiman. Shuncha ishni agar miyangizga sig'dira olsangiz qilishingizni, u ish inshaalloh qilinadi, bajariladi. Aka siz qora kiyimlar. Ha. Alloh nasib qilsa qishga basligini, Allohdan so'rasa berishni xohlamaymiz. Sizlar buni kelajakda qilishga ishonch. Bu ishonchim oshiryapti, yana siz. Birinchidan bu tuzgan rejalarim misol alohida bo'lmagan ajratgan hisobiga unchalik qiyin emasligini, lekin hozirgi kundagi harakatim bularga moslashib bo'lmayotganini. Ha, bo'ldi. Yaxshi. Hozir eng qiziq joyiga o'tamiz. Xo'p. Bitta narsani aytaymi sizga? Bir hadis qudsiyni ko'pchilik eshitgan. Agar bandam men tomon bir qadam tashlasa, men u tomon 10 qadam tashlayman. U men tomon yurib kelsa, men u tomon chopib boraman dedi. Buni jismoniy tushunmaslik kerak. Alloh taologa zamon, makon xosab bo'lmaydi. Buni hikmati Alloh uchun xolis, hech qanaqa ta'ma qilmasdan bir insoniyatga yaxshilik qilay deb to'g'ri niyatda agar bir qadam tashlasangiz, ikkinchi qadamingiz 10 barobar kuchliroq bo'lar ekan. Yurib boshlangan bizneslaringiz, yurib boshlangan ishlaringiz, loyihalaringiz chopib ketar ekanda. Xudo shunday baraka berib qo'yadi, eplay olmay qolasiz. Ishlam kallamay qoldi deydi. O'sha kalla ishlamay qoladi. Endi ishda haqsiz eshitdikmi oxirgisi?
shuncha odamni vaqtini olishga arziydigan bo'lsa o'qib beraman. Olib keling. Xo'p, boshladik. Uyda o'roqlaring bor. Xo'p, o't o'radigan o'roq. Yerga chanchib, shop-shop bobolarim deb qo'y. Adashibman. Men 26 yoshdaman. 30 Azizash endi yetib bordi. Xo'p, mana shu men 26 yoshdaman degani. Bo'l, bismillah. Ketdik. Xo'p, men 26 yoshdaman. 30 yoshimgacha ilm olishim va Allohning roziligini olishim, 40 yoshimda Allohning roziligini olishni va ota-onamning rizoligini, 50 yoshimda Allohning roziligi va ota-onam 60 yoshida boshdan oxirigacha Allohning roziligi deb yozibsiz. Qarang, juda yaxshi narsa, lekin mavhum bo'lmasin. Allohning roziligi qayerda? Nima orqali olasiz? Siz vositani yozing. Voy, parol shu eski parolmi? Xo'p, eng oxirida 80 yoshimda jannatda jamiyatlarim bilan, ajdodlarimiz bilan, zurriyotlarimiz bilan payg'ambarimizning muborak qo'llaridan havzi kasarlardan suv ichishni niyat qildim debsiz. Rahmat, baraka toping. Xo'p, hozir umuman treningning eng qiziq joyiga kelamiz. Nima bu? Siz biz project management degan fan bor, ko'pchilik o'qigan, loyihalar boshqarish degan. O'shanda metod navigation volny degan bir metod bor. Ya'ni kapitan komanda, mana kema kapitani eng birinchi kelayotgan to'lqinga tayyorgarlik ko'radi. Bo'lmasa 40 ta to'lqin ko'rinib turadi. Eng birinchisiga tayyorgarlik ko'rish kerak. Kelyapti, mahkam ushlaymiz deb o'tadi, keyingisiga tayyorlan. O'shaning uchun biz hozir eng yaqin 10 yillikda olamiz. Bugun mana 2021-yil, har bir yil uchun 2030-yilgacha uyga borib 5 tadan narsani, hozir 2 tadan narsani yozasiz. 2 ta konkret narsa bo'lsin. Siz bu insoniyatga nima berasiz? Shu 10 yillik o'tishiga arziydigan bir 2 ta ish. Hozir uchun 2 ta. Uyga borib 5 ta qilasiz. 3 minut vaqt. Boshdan esmayapsan. Ha, yaqin 10 yillik uchun. Xo'p, qaytaraman. Eng yaqin 10 yillikni bo'lib tashladik. Har bir yil uchun 5 tadan ish yozishingiz kerak. Har bir yil uchun. 2027-yil nima ishlarni qilishingizni hozirdan bilishingiz kerak. Musulmonning hayoti rejali bo'lishi kerak-da. Shunga harakat qilasiz. Inshaalloh bundan zo'riga erishasiz. Erisha olmay qolsangiz hikmati bo'ladi. Endi bitta zo'r gap ayting, hozir yozar ekansiz, bitta oldindan diagnoz bo'ladi bu. Butun umr qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz shunda 10 yilga tushib qoladi. Ishonmasangiz yozib ko'ring. Hozir ko'rasiz. Kam-ku. Kutamiz. Yozing, majburlab yozing o'zingizda. Bir gap aytaymi? Hozir sarflayotgan har bir soniyangiz hayotingizni necha yillarini tejab qoladi. Abraham Lincoln degan prezident o'tgan. O'shan bir zo'r gapi bor. Agar menga 10 soat vaqt berilsa, daraxt chopish uchun 7 soatini boltam chaqirlashga ishlataman degan. Bu 7 soat rejalashtirish degan. Har bir ish qilishdan oldin reja qilganda qancha zo'r bo'lganda hayotingizni reja qilib qo'ying, ko'p vaqt yutasiz inshaalloh. Yozamiz. Xo'p, endi so'raylikchi. Bo'lganlar qo'lini ko'tarsin. Ko'pchilik erini ko'tarmayapti, hali yozib bo'lmadi. Berilganimiz yo'q, ustoz. Bo'lgan imkon mashinada qog'oz ruchka turibdi, gapirishga tilim bor, haqqim yo'q deydi-ku. Telefonga yozing. Telefon zaiflashib ketdi. Bo'lmasa davom etamiz. Qarang. Men boshqacha savol beraman. Butun umriga reja qilgan narsasi birinchi 10 yillikda amalga oshib qolishini his qilganlar qo'lini ko'tarsin. Endi savolda 10 yil o'tgandan keyin nima ish qilmoqchisizlar? Xo'p, 3 ta odamning hissiyoti bilan qiziqamiz. Nimani his qildingiz? Mana 10 yillikka reja qilib. Gapiring.
Xo'p, shu qilgan rejalarimga o'zimning ichimdagi salohiyat kutganimdan ham ko'proqligini tushundim deyapti. Zo'r. Kim ismi? Aha. Reja, har doim rejali yurganingiz yaxshi-da. Bu qilingan rejalar turli oylik, yillik bo'lishi mumkin. Shunda vaziyatni his qildimki, keyingi yana tezda qilib qo'ya turgandek va keyingi yana ishlarni rejalaштirish. Yana qo'shimcha tezroq bo'lib qolgani uchun hayolimda. Tushun. Qarang. Men nima uchun sizni u go'rdan olib kelyapman? Shu haqida gaplashaylik-da. Hayotda siz nima ish qilishingiz uncha muhim emas. Qanday qilishingiz ham uncha muhim emas. Siz nima uchun qilishingiz muhim. Siz qayoqqa ketyapsiz? Направление, yo'nalish muhim. Bir zo'r voqea bor edi, ko'pchilik eshitgan, hech kim ko'mmasa podsho ko'madi degan. Eshitmaganlar qo'lini ko'tarsin. Ko'pchilikga qaytaraman. Adashmasam yaqinda Abdukarim Mirzayev ham aytib chiqdi buni. Bir podsho 3 kun ketma-ket bir tush ko'radi, ko'ngli hech behuzur bo'ladi, vaziriga aytadi, "Yuring ketdik" deb oddiy kiyimlarni kiyib yo'lga tushadi. Bir chekka qishloqqa kelib qolsa, bir o'lik turgan bo'ladi. O'likka qaraydi-da, qishloq ahlidan so'raydi, "Nimaga buni ko'mmagansizlar?" deydi. Keyin qishloq ahli shunday yuzi jirkanib, "Bu bir iflos fosiq odam edi. Topgan puliga aroq sotib olib ichardi. Kechalari fohishalarni uyiga olib borib zino qilardi" deydi. Keyin qo'limizni uchini tekkizishga hazar qilamiz bunga dedi. Keyin podsho aytdi, "Vazir ko'taring, biz ko'mamiz" deb yuvib, kafanlab, janozasini o'qib ko'mishdi. Keyin buni bir hikmati bo'lsa kerak deb, uni oilasini qidirib borishdi. Borsa, ayoli chiqdiki, "Sizni eringizni nima bir xissati bor ediki, biz shu tushni ko'rib shu joygacha keldik" deb so'rasa, ayol aytibdiki, "Meni erim juda ham yaxshi bir inson edi. Topgan pulini aroqxonadan borib aroqlarni sotib olishga ishlatardi, uyga olib kelib, sindirib, ahlatxonaga tashlab yuborardi. Men pulim shu aroq sotib olishga ketsin, kimdir ichib qo'ymasin, kimdir harom luqma yeb qo'ymasin, oilasida janjal bo'lmasin. Fohishalarni oldiga borardi, bir kechada qancha pul topasan? Shuncha. O'sha pulni men senga beraman. Ko'chada buzuqchilik qilmagin" deb uyga olib kelardi ularni dedi. Va men ularga uyda ma'ruza o'qib to'g'ri yo'lga qaytarardim. Men erimga aytardim, "Sizni butun xalq yomon ko'radi. Ertan o'lsangiz ko'madiga mana shu xalq. Erta janozangizni o'qimasa nima qilasiz?" desa, "Xalq ko'mmasa podsho ko'madi" deb aytardi butun umr dedi. Qarang. Sizni qilayotgan ishingizni zohiri ham hatto muhim emas ekanda, niyatingiz nima uchun qilayotganingiz muhim ekanda. O'shaning uchun bizni hozir bosh masalamiz yo'limizni aniqlashimiz va o'shani tiniq ravon ko'ra olishimiz. Chet ellarda 300 yilga strategiya qilishadi. Siz bilan hozir biz 100 yil haqida gaplashyapmiz. O'lib ketgandan keyin bolalarigacha strategiya qilib qo'ygan oilalar bor-da bu hayotda. 1700-yillarda qilib Amerika degan davlatlar kashf qilib, mustaqillikka erishtirib, dollar degan narsa mировой valyuta o'rniga chiqargan oilalar bor. Ular qilganda siz qila olmaysizmi? Inshaalloh qila olasiz. Buyuk bir oila sizdan boshlanadi. Men doim shogirdlarimga aytaman, dunyoda bitta buyuk odam qolgan bo'lsa, o'sha sensan deyman. Dunyoni qutqaradigan bitta odam qolgan bo'lsa, o'sha odam sizsiz deb aytaman-da. O'shanga doim tayyor turing. Biz dangasalik qilish uchun, umrimizni uyquda o'tkazish uchun kelmaganmiz bu hayotga. Oddiy nasl qoldirib yeyish uchun kelmaganmiz. Hayvon ham shu ishni qiladi. Siz insonsiz, insonsiz. Siz tanlangansiz, siz jo'natilgansiz. Tushunyapsizmi? Endi ikkita odamni eshitamiz. Nimani his qildingiz? Hozir bitta eshitgan. Ikkita odam. Kim? Gapiring. Hozir yozdingizmi? Avval yozmagansiz, hozir yozdingiz-a? Nima ishingizdan o'tdi? Men aytib berib turaman. Nima? O'zbekistonda 10 yilda yoshlar qatlamini rivojlantirmoqchiman dedingiz. Savodxonlik.
qarang, bo'ldi, tushundim. Menga hozir nima ish qilishingiz emas, nimani his qilganingiz muhim. Xafa bo'lmaysizlar, chunki vaqt kam, shom bo'lyapti. Xo'p. Inshaalloh bir gapirsang, keyin davom etamiz. Aha. Rahmat. Zo'r. Xo'p, sal tezlashamiz. Shom bo'lyapti. Keyingisi bizda eng yaqin yil 2021 mi? iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar. Mana shu oylar uchun siz qiladigan 5 ta buyuk ish. 5 ta ish. Iyulda hisoblamaysiz. Birato'la 40 kun hisoblab iyul hammasiga kelasi qo'shib yuborasiz, 5 ta ishingizni yozing. Yoki iyun uchun bir haftalik reja yozasiz hozir, bu yog'iga yozasiz. Boshlang. 3 daqiqa vaqt. Vaqtimiz bor, ha, xudo xolasa. Shomnisiga kiryapti. Kirdimi? Shom. Xo'p. Vaqtni sal tig'izligini hisobga olib davom etaveramizda, qarang. Shu yilda oxirigacha qiladigan ishlaringizni bir hisob-kitob qilsangiz, mana 10 yillik ham bu yoqqa tushib qoladi o'zi aslida. Har bitta oyda, dekabr oyida siz nima qilishingizni hozirdan bilishingiz kerak-da. Tushunyapsizmi? Mana iyunda bir haftasi qoldi. Bir haftaning ichida nima 5 ta ish qilmoqchisiz? Va har bir haftani eng mayda bo'lakka bo'lsangiz, bugun yoki ertaga qaysi bir 5 ta ishni ko'zini chiqarmoqchisiz? Shu savolga javob berishingiz kerak. Mana shu oddiy mayda qadamlar yig'ilib bir haftaliklar yig'ilib oylikdi. Mana shu oylar yig'ilib 1 yillikdi, yilliklar yig'ilib 10 yillikdi. Mana 10 yillik yig'ilib butun umringizni tashkil qiladi. Hayotingizda tasavvuringizda fantastika bo'lib tuyulgan orzular o'z aslida muntazam qilinadigan rejali harakatligini tushunib yetasiz. Tushunyapsizmi? Mayda-mayda oz-ozdan qilinsa harakatda agar Alloh taolo baraka beradigan bo'lsa, siz erisha olmaydigan narsa qolmaydi. O'limdan boshqa ko'p narsaning iloji bor-da. Shuning uchun men bugun shu narsani oldinga chiqarmoqchi edim. Siz hozir qilib turgan ishingizdan ham oliyroq narsa uchun yaratilgansiz. Siz operatsiyaga ko'p aylanib qolmang. Oilaviy muammolar, ba'zi bir odamlarning gap so'zlari yoki mayda-chuyda qarzlar, o'shani dunyoda asosiy narsa deb fokusingizni markaziga olib kelsangiz, shu bilan chalkashib qoladigan bo'lsangiz, bu yoqda qilinadigan qancha katta ishlar qolib ketadi. Siz fokusni sal oldiroqqa oling, uzoqroq ko'ring demoqchiman. Men bitta misol bilan o'xshatib, sekin so'zimni yakunlayman. Tasavvur qiling, siz shu yerdan Toshkentga yo'lga chiqmoqchisiz. Yo'l juda ham quyuq tuman. 3 metrdan yog'i ko'rinmaydi. Siz Lamborghini degan mashinadasiz. Necha tezlikda yurasiz? 20-30. Lamborghini 350 yuradi-da. 10% potensiali ham foydalanilmayapti. Tushunyapsizmi? Gap sizni qanchalik boy oiladanligingizda emas, sizni qanchalik sharoiti zo'rligida emas, siz qayerga qarab ketayotganingizda va yo'l qanchalik ravon ekanligida va siz uzoq ko'rayotganingizda. Bo'lmasa eng Alloh taolo bergan katta quvvatni mayda narsalarga sarflab yurasiz. Oldindagi narsalar bilan o'ralashib. Endi ikkinchi keys. Yo'l ochiq, kun charaqlab turibdi, yo'l tekis, fantastik bo'lib ketdi shu joy. Yo'l yaxshi, qarang. Yo'l yaxshi, gay yo'q, radar yo'q, lekin Matiz'dasiz. Nechchida ketasiz? 150 ga ketasiz-ku, hech kim hech narsa demasa. Endi Lamborghini qayerda, Matiz qayerda-da? Ikkalasining tezligini farqini ko'ryapsizmi? Demak, sizni bu hayotda hozirgi sharoitingiz o'zingizdan kelib chiqib niyat qilmang. Siz u naryoqdan keling. O'zingizga ishonib harakat qilmang, yo'lingizni ravonroq ko'ring. O'zingizni sal orqaroq torting, boshqalarni olib keling.
ota-onangizni maqsadlarini qo'ying o'rtaga, yaqinlarni maqsadini qo'ying o'rtaga. Friedrich Schiller degan nemis bir faylasuf, yozuvchisi bor, shoiri. Shuni bir zo'r gapi bor. Inson maqsadi ulug'lashgani sayin o'zi ham ulug'lashib boradi degan. Inson nechta odamni baxtli qilaman deb niyat qilsa, xuddi o'shancha miqdorda o'zi ham baxtli deydi-da. Men xohlardim mana shu yerdagi odamlar hammasi kelajakda buyuk bir inson bo'lishini, odamlar umidini unga taqashini, beruvchi qo'l bo'lishini xohlardim. Odatda statistika bo'yicha odamlar bir oylik reja qiladimi, bir yillikmi, bir umrlik reja qiladimi? 86% odam birinchi haftada yozgan narsalardan voz kechaverar ekan. Siz shu 86% dan bo'lmasligingizni tilayman. Buni yo'li bor. Voz kechmaslik uchun har kuni inson o'ziga eslatib turishi shart. Inson unutuvchi degani. Siz juda ham tez esdan chiqarasiz. Siz juda ham tez voz kechaverasiz. Siz juda ham tez taslim bo'lib qolishingiz mumkin. Hayotingizda agar qora kunlar kelgan bo'lsa, hozir mayli qandaydir muammolar bo'lib turibdi, bu narsalar ko'ngilga sig'mayotgandir. Lekin bir gapni aytaman. Iplar agar tarang tortilgan bo'lsa, hayotingizda eng qorong'u kunlari kelgan bo'lsa, juda ko'pchilik sizda tashlab ketgan, yaqinlaringiz siz o'ylaganchalik turib bermagan bo'lsa, sizga sinov kelib bo'yingizni egib qo'ygan bo'lsa, hech qachon taslim bo'lmang. Tunni eng qorong'i qismi tongga 1 soat qolganda bo'ladi-da. Mana shundoq tarang tortilib turgan paytda doim o'zingizga aytingki, tong yaqin deng. Tong yaqin. Alloh taolo hech bir bandasini toqatdan tashqari narsaga yuklamaydi, taklif qilmaydi. Sizga bir sinov jo'natdimi, siz uni kulib qabul qiling. Oshiq deydi, ma'shuqni qiynagisi keladi deydi. Duolaringiz ijobat bo'lmayotgan bo'lsa, xursand bo'ling, meni ko'proq eshitgisi kelyapti deng. Bir ishingiz o'xshamayotgan bo'lsa, sabablarini ham qilib o'xshamayotgan bo'lsa, kuting, Alloh undan ham zo'rroq, undan ham yaxshiroq narsani sizga tayyorlab qo'yibdi. Siz bugun bitta narsani bilishingiz xohlardim. Xudo sizni yaxshi ko'radi. Alloh sizni yaxshi ko'radi. Sababi yaxshi ko'rmaganda shunday bir yaxshi insonlar bilan zamondoshlik qo'ymagan bo'lardi. Yaxshi ko'rmaganda inson qilib yaratmagan bo'lardi. Yaxshi ko'rmaganda xazinasidan eng buyuk narsani, iymon degan narsani bermagan bo'lardi. Shuning uchun bugundan boshlab inson ba'zan o'zi qilgan gunohlarini o'ylab, xatolarini o'ylab, o'ziga nisbatan bahosi pasayib ketadi-da. O'zini yomon ko'rib qoladi, Xudoyim meni yomon ko'radi. Tavba qilsam ham tavbam qabul bo'lmaydi deb o'ylaydi. Bitta narsadan umid qiling. Tazkiratul avliyoda bir voqea keladi. Bir vali zot yo'lda ketayotsa, ichib olgan bir odam kelyapti ekan, yigit chayqalib kelyapti ekan. Shunda qo'lidan ushlaydida uyiga olib kelib, yaxshilab yuvintirib, usul qildirib, top-toza kiyimlarni kiygizadi-da, keyin duo qiladi. Allohim, men buni tashqarisini pokladim, ichi senga qoldi dedi. Allohim, men qo'limdan kelgan ishni qildim, endi seni navbating deb aytadi-da. O'sha duoni qilgandan keyin haligi bola fosiq bo'lib turgan holatida shunday darajasi ulug' bo'lib ko'tarilib ketadi. Valilarning qatoridan ro'yxatiga yozib qo'yiladi-da. Ko'chada bir vali zot ketayotgan bo'ladi, Usmon al-Maghribiy degan. Shunday ko'ngillari sezadi, ichkariga kiradi hovliga. Unda haligi yigitga qaraydi-da, men bu yigitga juda havas qildim dedi. Nimaga desa, necha yillar davomida nafsimni tergab, riyozat qilib, ibodat qilib erishgan nuqtamga bir necha lahzada erishib qo'ydi dedi. Keyin bu vali zot aytadiki, ey falonchi, sen o'zingni qilgan ibodatingga, amalingga tayanib qolmagin. Alloh agar rahmatiga olib, fazli karami bilan xos qilaman desa, xohlagan bandasini yuksaltirib qo'yadi deb aytgan ekan. Shunda ikkalasi yuzlarini boyagi o'sha maqomga erishib turgan holida yigitni yuziga yaqinlashtirsa, qarang, shunday vali darajaga olib chiqib qo'ydi Alloh taolo. Og'zidan aroq hidi hali ham ketmagan ekan. Ya'ni sizning o'tmish gunohlaringiz sizni noumid qilib qo'ymasin. Men endi buni tozalab olishim uchun, buni endi poklanib olishim uchun yillar vaqt ketadi demang. Xudodan umid qiling, agar Xudo xohlayman desa,
og'zingizdan aroq hidi chiqib turgan bo'lsa ham, qalbingizni shuncha chayib qo'yadigan bo'lsa, shunda ulug' darajaga chiqarib qo'yadi. Bu degan hali aroq ichinglar degani emas. Misol uchun aytyapman. Ya'ni o'tmish qilgan gunohlaringiz, o'tmish qilgan xatolaringiz o'zingizga nisbatan muhabbatingizni o'ldirib qo'ymasin. Xudoga bo'lgan yaxshi gumoningizni oldiga to'sib bo'lmasin. Siz yaxshi gumon qiling. Alloh sizni yaxshi ko'radi. Rahmat. Omma lekin saylovda rosa ko'p qatnashgan ekansizlar. Kattakon rahmat Muhammad Ali aka, juda ham ajoyib insaytlarga boy suhbat bo'ldi va hozir ma'lum sabablarga ko'ra ayni damda suhbatimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz va hozir ruxsatingiz ostida sahna munosabati maydoniga mana shu raqamli texnologiyalar markazimizning rahbarini taklif etsakda, Jalilov Bahrom akamizni marhamat va o'zlarining arzimas sovg'alarini qolaversa markaz nomidan taqdim etsalar. Avvalambor mehmonimizga shu bugungi ilm kechasi uchun minnatdorchilik bildiramiz va hali bu faqat boshlanishi bo'lishiga umid qilib qolamiz. Keyingi safargilari yana ham kattaroq davralarda, yana ham katta ilm davrlarida o'tishiga umid qilib qolamiz. Bugungi ulashgan ilmlaringizga rozi bo'lasiz, ustoz. Shu o'rinda ozgina bizga atalgan sovg'alarimiz bor, yoshlarimiz tomonidan tayyorlangan hamda mehr bilan tashkillangan bizning markazimiz nomidan tashakkurnoma hamda bu robototexnika yo'nalishidagi yigitlar ustozning nomlariga alohida tayyorlashibdi, shu telefon qo'yadigan. Bundan tashqari ustoz rahmat. Bizni Marg'ilonga kelib hech kim do'ppi chorsi sovg'a olmasdan ketmaydi. Rahmat. Mana vositani qo'ying. Rahmat. Ustoz rahmat. Yangisi. Ustoz. Keling. Rahmat. Xo'p, kattakon rahmat. Rosti biz kelib o'zi inson gapirganda kuch ko'p ketadi-da. Bu yoqda bir 4 soat, 5 soat ma'ruza o'qib keldik, yo'l yurdik, charchab keldik, shuncha odam, shuncha energiyani ko'rib, odam ko'zi yonib ketdi. Boshqatdan energiya 100% bo'lib qoldi. Shuncha vaqtingizni ayab kelganingiz uchun rahmat. Men bugun ishonaman, juda ko'p ota-onalar bizning haqqimizga duo qiladi. Sababi siz ularni yaxshi ko'rishingizni aytasiz. Siz ularni roziligini olib, orzularini yozib olasiz va amalga oshirishga bel bog'laysiz. Agar o'tib ketgan bo'lsalar, haqlariga duo qiling va boshqa yaqinlaridan so'rang shu narsani, opa-singillari, aka-ukalaridan yo yaqinlaringizdan. Bizni baxtni juda uzoqlardan qidiramiz-da. Odam yo'q narsani orqasidan quvib, boriga qadr yetmaskan, aslida boriga qadr yetsa, yo'g'ini ham Alloh berar ekanda. Bu so'zni oxirida sal tezroq aytmoqchiman. Bir kuni Muso alayhisalom Tur tog'iga ketayotganda bir boy inson uchraydi oldidan. Ey Muso, yo'l bo'lsin desa, shu Alloh taoloning suhbatlashgani ketyapman. Unda bir so'rangchi, men bir boy insonman, boyligim hech kamaymayapti. Menda qo'rquv bor, ertaga shuncha boylikni hisobini qanday beraman Allohga? Bir sirini so'rab beringki, nima qilsam kamayadi? Shuncha tarqatsammi ko'payib ketyapti dedi. Xo'p deb ketadi. Yana biroz yursa, bir qumga ko'milgan odam yotgan ekan. Ey Muso, bu yashash ham jonga tegdi-ku. So'rang qani qachon birim ikki bo'lib kosam oqaradi. Uyim joyim yo'q, hatto kiyimim yo'qligidan qumga tiqilib o'tiribman. So'rang dedi. Borib so'rab qaytib kelsalar, boyga aytibdiki, sen noshukrlik qilishing kerak ekan.
shunda boyliging kamayarkan debdi. Haligi odam menga shuncha ne'mat bergan, menga shuncha davlat bergan, to'rtmuchamni sog' qilgan Alloh taologa men qanaqa noshukirlik qilaman, qila olmayman-ku desa, unda rozi bo'lgan boyligi ham kamaymaydi. Yaxshi gumonda bo'lgin, yaxshi joylarga sarflagin, sendan so'ralmaysan yo so'roving oson bo'ladi deb boyagi ikkinchi odam oldiga borib, sen shukr qilishing kerak ekan. Shunda kosang oqarib 1-2 bo'lar ekan desa, haligi odam ustimdan kulyapsizlarmi? Men nimamga shukr qilaman? Kiyimim yo'qligini tiqilib o'tiribman shu qumga desa, shu nolib turgan holatida bir shamol kelib qumni ham uchirib ketdi. Yalang'och holdagi odam deydi-da. Siz istalgan holatingizda, hayot eng qiyin paytida, hayot ko'zingizga yomon ko'rinib ketgan holatida ham sizni shukr qilishga sabab topiladi. Alloh shukr qilsalaring ziyoda qilaman degan haq va'dasi bor. Eng avvalo ota-onamizga shukr qilaylik, borligiga, umrlariga baraka beradi. Oilamizga, yaqinlarimizga, shunday yaxshi bir sharoitlarga shukr qilaylik. Alloh ziyoda qilsin. Zo'r tempda yakunladik. Hammaga rahmat. Haqimizga duo qiling, vaqtimizga baraka. Rahmat, rozi bo'lasiz. Bo'ldi. Shom.